Islom kelirim. Sizga bo'ldi? Sizga? Voy. Klientlarimizdan kelgan hozir ana shuncha. Assalomu alaykum muhtaramlar va Meros jamoasi. Sizga va butun jamoangizga Qizil Sara Xonov uchun fikr bergan nikoh libosi uchun chin yurakdan minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Boshlanishdan oxirigacha barcha jarayon juda professional va mehr bilan bajarildi. Libosning sifati naqshligiga kutganimizdan ham ortiq bo'lib, biz juda ham mamnun bo'ldik. Bunday mas'uliyatli iste'dodli jamoa bilan ishlash biz uchun katta mamnuniyat bo'ldi. Mehnatingizga baraka, ishlaringizga davom rivoj va muvaffaqiyat tilayman. Hurmat va samimiyat bilan Zulfiza qizlar, londonlik kelinimizning onalari. Biz baxtlimiz bor-ku, to'g'risini aytaymi, men klientlarimizdan shunaqa gullar olish, xo'jayinman gul ochishdan ko'ra menga ta'sir beradi. Mana kechayam mana mijozlarimizdan bu ikkinchi gulimiz. Mana bitta oldim, mana Tojikistonlik klientlarimiz ham. Rosa ishlaganimiz uchun bizda bu arzon haqida bu yerda umuman unaqa narsa yo'q-da. Biz juda ham sifatli va juda ham chiroyli ekanimizni yaxshigina maqtad ekanmiz. Lekin ishimizga bo'lgan menimcha mehrim emas. To'satdan qoldi. Hozir aytishim kerakki, mana qizlar, bu hech qanaqa uyushtirilmagan, mana o'zlari ham ko'rib turibdi. Rahmat sizga ham. Eng avvalo shunchalik e'tirof uchun-da. Rasman tikuvchilargacha eng katta narsa mana shu e'tirof. Puldan ham ko'ra muhimligi mana shu qadrliligini, mana ishimizni mehrligini his qilish. Hozir bizlarni qizlarimiz eshitadilar, qanchalik xursand bo'ladi bundan. Men o'zim qanchalik xursand bo'laman, hozir hamma narsa o'zimdan chiqib ketdi. Demak, to'g'ri yo'ldamiz. Prosta, narxni oshirolmayman, unaqa qilolmayman. Hamma hech kim pul bermaydi degan tikuvchilarga aytmoqchimanki, qizlar, siz o'zingiz fikrlashingizni o'zgartirsangizgina atrof o'zgarishini boshlaydi. Hamma narsa o'zingizdan boshlanadi. Biz faqat klubda o'rgatamiz.